daromadi $1000 dan bo'lgan bitta firma ishini yurg'izyapman. Ilimlar akademiyasi haqida sharh. Birinchidan menga qulay lokatsiya bo'lgani uchun, ikkinchidan malakali ustoz tanlaganim uchun, chunki men oliy ma'lumotliman. Bundan oldin boshqa kursda o'qib ko'rganman. Natija ko'rmaganim uchun bu sohada malakali ustoz qidirdim. Nilufar opa menga tushdilar. Bor bilimlarini astoydil o'rgatar ekanlar. Bergan savollaringizga o'g'rimli javob beradilar. Sizga qulay vaqtga to'g'rilab berishar ekan vaqtini. Yana bitta eng plyus katta joylari, ularni real ishlab turgan firmalar bilan o'rgatishlari menga juda ham to'g'ri keldi va men bunda katta o'qib oldim. Va menga ishonib, qiyin topshiriq berganlarning o'zida bittada natijaga chiqdi. Hozirgi kunda daromadingiz qancha? Ilimlar akademiyasi tarafidan yaxshi o'zlashtirgan o'quvchilarga ish taklif qilinar ekan. Menga ham bitta firmalarni ishni taklif qilishdi. Daromadi $1000 dan bo'lgan ikkita firma ishini yurg'izyapman. Sizlarga ham Ilimlar akademiyasiga kelib o'qishlarini tavsiya qilib qolaman.